Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana sizlarga bitta yangiligimiz bor. Like bosish, podpiska qilish esingizdan chiqmasin. Yili 98, 5 talik korobka. Motor hadovoylari zo'r. Polikchi hollari yaxshi. Primoy hozir dehqondan olib kelindi. Maytafon kolonkalari bor. Bonusga benzini ham bor. Mana shu mashinamiz sotiladi. Qo'qon shaharda mashinasi generalni beriladi. Yoqilg'isi benzin. Nimaga yuradi deb so'raganlarga yoqilg'i benzin, nima propan nima yo'q. Nima deydi? Metan yo'q. Только benzin. Oluvchilar srochna aloqaga chiqinglar. Sababi sotilib ketib qolyapti. Kecha qo'ygan mashinam 10 minutda sotildi. Keyin nimaga sizda tezda sotiladi deysizlar. Arzon bo'lgandan keyin olib ketadi sirazi odamlar. Mana 90-851 292 ga murojaat qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1000. Yurishlari suv, zo'r. Like bosish, podpiska qilish eslaringizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Arzon mashina so'raganlarga, только подписчиklarimga.